Kechirasizlar. Azza tutib o'tiravermasdan o'zingiz mundoq ish bilan chalg'itsangiz bo'lar edi. Masalan, chiqib ro'zg'or ishlariga qarashib olsangiz yaxshi bo'lardi. Sizlarga ham og'irligim tushyapti-ya. Yo'q, unaqa demadim. Masalan, men o'qishga boraman. Aziz akam bilan Oyijon ham ishga boradilar. Charchaymiz hammamiz. Endi siz baribir uyda bekorchisiz-ku, bundoq ro'zg'orga qarashib tursangiz, yomon bo'lmasdi. Noningizni halollab yeng demoqchisiz-a? Shunaqa desa ham bo'ladi. Masalan, men qizlik uyimga borsam, kelinlarim oldida xijolat bo'lib, yelib yugurib hamma yoqni tozalab yuraman. Ha, sizni tushundim, bo'ldi Ma'muraxon. Siz bilan tengma-teng ish qilaman, xotiramang. Og'irligim tushmaydi. Yo'q. Endi ish qilsangiz, ishtahangiz ham ochiladi. Tag'in gaplarimni noto'g'ri tushunmang, ha? Xo'p. Tushundim. Siz boravering, o'zim xos chiqaman. Ha, yana bir gap. Shu gap o'rtamizda qolsin-a? Tag'in darrov chiqib Aziz akamga chaqib bermang. Bu yerga kelib, urush janjal chiqarib, yana meni boshimni ham baloga qo'ymassiz-a? Sizga gapirgan gaplarim o'rtamizda qolsin. Ukangizga yoki Oyjonga chaqsangiz, bilib qo'ying, sizni kechirmayman-a? Ma'mura, o'ylab gapiring. Men pastkash ayolmasman. Haddingizni biling. Lekin sizdan bunaqa munosabatni kutmagandim. Doim yaxshi ayol deb o'ylagandim. Men bu uyga atang kelganim yo'q. Ko'ryapsiz, majburlikdan keldim.